Salom hammaga. Bugun biz yana Rabatan testdan birorta bir masala yechib ko'ramiz. Qani boshladik. Mana ko'rib turibmiz 13-masala, 812-masala. O'zing topdi shartini. Bu yerda faqat sal qo'llash kerak bo'ladi. Men buni taxminan 5 daqiqachalar o'yladim va oxiri topdim, natijaga erishdim. Mana chiruvchi ma'lumotlar. Chirish ma'lumotlari uzunligi 7 ta belgi satr. Satrning birinchi belgi lotin harfi A. Keyin 6 ta o'nlik raqam. Javob chiqarish kerak butun sonda. 0 butun sonni degan savol bor. 0 albatta butun son. U butun son, natural sonlarda kirmasa ham butun son. Natural son bu sanoqda ishlatiladi, lekin butun son oxirida o'nlik ta'siri yo'q. Oxirida ta'siri bo'lmagan son bu butun son hisoblanadi. Bu yerda oxirida yo'qmi? Ta'sir, umuman ta'sir yo'qmi? Demak, bu butun son. Demak, mana bunaqa qilib ko'ramiz. Hozir A teng deymiz. A teng. Boy o'rgatganda input qilamiz, chunki bu yerda ham son ishtirok etyapti, ham son ham boshqa narsalar ham ishtirok etyapti. Shuning uchun A teng input. Keyin biz kiritamiz hozir. If deymiz. If avval aytib o'tganman, agar eslaringizda bo'lsa, bitta teng o'zlashtirish, ikkita teng tenglik degan. Agar A mana shu songa teng bo'lishi kerak. Bitta qo'shtirnoq ochamiz. Agar A mana shunga teng bo'lsa, xo'p, endi kodni yopamiz 2 nuqta bilan. Print mana 1 da chiqarsin. Sababi nimaga aynan 1, 0, 3, 5 emas? Nimaga aynan 1? Chunki bizda mana shunday aytib qo'yibdi. Men buni kopiya qildimmi? Mana shuni kirityapti, 1 chiqaryapti. Men buni 2-3 marta hisoblab qilib ko'rdim. Boshqa son bo'lmadi, 2 bo'lmadi, 3 bo'lmadi. Keyin misol uchun agar boshqa narsani kiritsangiz, yana 1 chiqarib beradi. Yo'q, bu xato. Mana else deymiz. Biz chunki xato bu narsa. Yana 1 chiqarib bersa bo'lmaydi. Men shart operatorlarini tushuntirib berganman. If, else, elif oldingi darslarimizdan ko'rishingiz mumkin. Kanalga a'zo bo'lgan holda albatta. Xo'p. Nima qilamiz? Else deymiz. Bunga tegishli emas, printga tegishli emas ifga. Shuning uchun biz boshida yozamiz. Else'dan keyin kod kelmaydi. Kodni yopamiz. Print 0. Endi biz buni yuborib ko'ramiz. Avval aytganimdek, menda Wi-Fi aloqasi sal sustroq, shuning uchun bittacha darrov bo'lmaydi. Mana bizning masalamiz o'xshadi. Demak, siz buni uyda ham o'zingiz qilib ko'rishingiz mumkin. Albatta esingizdan chiqarmang. Biz har doim Python 3.12.0 versiyada ishlaymiz. Boshqa versiyada albatta xato chiqadi. Xayr, salomat bo'lingizlar. Keyingi darsgacha ko'rishguncha.